Uyghurdin Dalaylama Chiqsunmu. Aptori Abduweli Ayup. 2016 Ramazanda o'zgarish marshi deb bir harakat boshlab, har kuniga birdan yozma yo'llagan edim. Shularning qatorida dahi izlaymiz degan bir maqolami bor edi. Bugun bir do'stimizning Uyg'urlarning muhojiratda qilishi kerak bo'lgan ishlar qatoriga da'voning iqtisodini mustaqil hal qilishdan boshqa bir siyosiy dahi va bir diniy dahi chiqarish taklifini sunganligini ko'rib o'ylanib qoldim. Dahi izlaymiz degan maqolamda siyosiy dahi haqida to'xtalgan ekanman. Shunga diniy dahi chiqarish degan gap haqida o'ylaganlarimni yozg'im keldi. Kishilarimiz uzundan buyon dalaylaması bo'lgan Tibetlarning davosiga qoyil bo'lgani uchun va ulardagi birlikni xato holda ko'ptirib, ularning davodagi taraqqiyotini bir diniy dahining bo'lganligiga bog'lab olganligi uchun bizdinmi bir diniy dahining bo'lishini muhim bilgan bo'lsa kerak. Albatta, bundaq o'ylashni va orzuni tushunishga bo'ladi. Halbuki aramizdan diniy dahi chiqarish haqidagi bu taklif aqlga uyg'undak, muhimdak to'yilgan bilan uning zarur yoki emasligi, mumkin yoki emasligi, agar mumkin bo'lsa, qanchalik mumkin ekanligi o'ylanadigan masala. Tekshirishimcha, islomning Shia mazhabiga mansub musulmonlar va bir qism so'piliq tariqatiga ergashganlardan boshqa musulmonlarda diniy dahi degan uqum bo'lmaydi. Hozirgi Uyg'urlarmi mundaq bir uqumga ega emasmiz. Bu uqum garchi xristianlarning ba'zi mazhablarda mavjud bo'lsa-mu, faqatla simvol xolos. Uning bir amaliy roli yo'qning o'rnida. Şunu xristiyanlarda namda bar, əməldə yox bu uqumның Uyğurda bo'lishimi zarur emas. Hamda bizga birər əmali əhmiyyətni ata qila olmaydi. Diniy dahi uqumi Tibetlarda bar. Chunki diniy dahilik tuzumi Tibet buddizmida mavjud. Tibetlarda diniy dahining amaliy roli bar. Tibetlar haqiqatanmi dalaydak bir diniy dahisi bo'lganligi bilan ta'laylik. Dalaylama degandiki talay degan asli Uyg'urcha so'z bo'lib, dengiz degan ma'noda. Bu nom Uyg'urlar yaxshi ustozlik martabasida bo'lgan Mo'ng'ul ordisi tarafidan Tibet buddizmining oliy rahbariga berilgan. Ammo bu uqumni Uyg'urdak musulmon millatga tatbiqlash shu Mo'ng'ul imperiyasi davrida va boshqa tarixiy bosqichlarda bo'lmagan. Bu uqum burunmi mumkin bo'lmagandek, bundan keyinmi mumkin emas. Tarixdan buyon musulmonlik bir millatning tanlashi emas, shaxsning tanlashi bo'lgan. Har bir qavmning birdan diniy dahisi bo'lgan emas, balki har bir qavmga haqni yetkazguchi birdan payg'ambar kelgan. Ammo Allah hech bir payg'ambarga butun bir millatni ummat qilib bermagan. Bir millatga emas, shaxsga tushgan vahiy uchun Allah payg'ambarlarni tanlagan va ularni haqni tavsiya qilishga taklif qilgan. Tarixda Allohdan vahiylik bo'lgan payg'ambarlar o'z tirishchanligi bilan bir shaxs sifatida chomining yetishicha kishilarga haqni yetkazgan. İslam peygamberimizden ibaret mübarek bir şəxsga tushib,
tədrici bir cemaatning dini bo'lgan. Hergizmo bir millatga tushib, shu millatning dini bo'lgan emas. Hozirmo arablarning hammasi musulmon emas. İslam desa, kishining aqliga arablar kelgan bilan xristian arablarning soni barliq Uyg'urlarning sonidan ko'p. Shunga mayli tarixdan, dindan va amaliyot nuqtasidan qarayli, millatga emas, shaxsga tushgan, qiyomatda shaxslardan qilgan amallari haqida hisob ilinadigan bir dinga ishongan Uyg'urlarning o'rtaq bir diniy doirasi bo'lishni orzulash zarur emas. Har bir insonning diliga xitob qiladigan, odamning tilini nashtarlikdan to'sib, qiliqini qiliqsizlikdan tuzaydigan dinimiz haqida qiyomatda har bir musulmon o'z beshi bilan javob berdi. Shunga kishining tafakkurini hurlikka da'vat qiladigan dinimizga, bir din birlikni talab qiladigan, mustabidlikni, qulchilikni, agashmilikni paydo qiladigan har qandaq ruhoniy rahbar, diniy boshliq, ma'naviy boshchilar kerak emas. Chunki Allah hammamizga birdan bosh yaratgan. Hamma odam Allah bergan shu aqlni ishlatgan va ishlatmaganligi bilan so'roqqa tortiladi. Uyg'urga diniy doiy izlab birli kishini mas'ul qilish bugungi ta'xirsiz zaruriyat emas. Agar diniy doiy izlashga Allah u dunyoda oladigan hisobni, savol so'roqni bu dunyoda bir insonga topshirib xotirjam bo'lish, din haqidagi ilm va ma'lumotlarni birla odamga topshirib mas'uliyatdan qochish xohishi yoshiringan bo'lsa, texmi xatarlik bo'ladi. Tugidi. 2019 yil 12 iyun Parij.